Shogird ustozidan so'radi. Ustoz, ayol kishining qulog'i nima uchun yaratilgan? Ustoz javob berdi. Hilola, ko'rsatib ber oppog'im. Esimni taniganimdan beri mana shu ahvol. Qiz bola degan narsa bolaligidan yolg'on eshitib katta bo'ladi. Erga tegsang, ering sochingni bo'yatadi. Erga tegsang, ering mashina beradi. Erga tegsang, ering o'qitadi. Erga tegsang, xohlagan joyingda ishlatadi. Erga tegmasindan oldin bo'lajak turmush o'rtog'ing, o'zim sizga pravo beraman. Xohlagan institutda o'qitib olaman. O'zimga dostoyniy bo'laman. Nada budjet kontraktingizni ham to'layman. Har yili dam olganicha to'latga chiqamiz. Xohlagan joyingizga olib boraman. Bizani oila современный oila, bizni to'g'ri tushunamiz. Xohlagan kiyimingizni kiydiraman. Men aytganim qilsangiz bo'ldi. Bir umr baxtli qilaman. Umuman qattiq gapirmayman. To'yimiz siz bilan Yevropada bo'ladi. To'yimizga Michael Jacksonning trigi keladi. Shakira to'ydan keyin slujangamiz bo'ladi. Selena Gomez enagamiz bo'ladi bolalarimiz. Biz mazza qilib siz bilan to'ydan keyin chet el yuramiz. Mana bizani qulog'imiz nima uchun yaralgan? Qizlar, bu obu hayot bizi bo'lmasa dunyo tugaydi-yu, bola. Like bosing!